Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar zo'misizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan Shayxros va yana One People Sell YouTube kanali. Bizani anchadan beri kuzatayotganlar bu videoni ko'rib, chiroq orqada nimadirlar yonib turibdi, voy nima dvij bo'lyapti, bo'tda deb. Chunki bunaqa uslubda hech qanday video qilmagandim. Bugun mana shanba, ofisda hech kim yo'q. Shunaqa bitta ko'rsatuv tayyorlagim keldi. Sizlar bilan meni Telegram kanalida kuzatib boradiganlar biladi. Kechasi soat 2-3 da ilhomim kelib ketib, tradingga oid har xil psixologik deymizmi, prop firmalarmi yoki qanaqadir strategiyaga oid bo'lgan mavzularni yoritib kelaman va o'zim bilmagan holda bu narsa 20-25 minutga cho'zilib ketadi, lekin juda ko'pchilik menga shu botga yozadi, "Aka, juda ham foydali bo'ldi, rahmat" deb turib. Albatta bu narsa motivatsiya bermasdan qolmaydi va albatta zo'r kontentlar qilgisi keladi, ya'ni bo'lishgisi keladi. Bu yerda qanaqadir hech kim bilmaydigan narsani bilaman, men bu narsani aytganimdan keyin juda ham siz zo'r trader bo'lib ketasiz degan narsa emas. Shunchaki mana 4 yildan oshib qoldi savdo qilib kelayotganimga va shular shu paytdagi ichimda yig'ilib qolgan gaplar yoki tajribadan kelib chiqib nimadirlardir bo'lishkim kelsa, doim Telegram kanalda bo'lishib kelgandim. Boyaga aytganimda 20-25 minutlik videolarda va o'ylab qoldim. Shu narsani ko'proq sizlarga hissiyotlarni yetkazib berish maqsadida, emotsiyalarni ko'proq yetkazib berish maqsadida akkuratni qilib videoga bitta ko'rsatuv tayyorlasam nima bo'lar ekan deb turib, mana bugun boshlab yubordik. Birinchi savol keldi menga. Bu videoni hozir olganimdan keyin men nima mavzu haqida gapiraman, qanaqa mavzu haqida gapirsam to'g'ri bo'ladi deb o'ylaganimda, albatta mavzular ketma-ketligi ham tradingga endi kirib kelgan odam ketma-ket qilishi kerak bo'lgan ishlar bor. O'shani eng birinchisidan boshlamoqchi bo'ldim va bugungi mavzuyimiz o'rtoqlar shunaqaki, meni o'zimning shaxsiy fikrim bo'yicha bozorda hammani o'zini o'rni bo'lishi kerak. Ya'ni biz nima qilamiz? U traderni kuzatamiz, bu strategiyani kuzatamiz, hamma narsani o'rganamiz va shu kungacha o'rganmagan narsamiz qolmadi. Har xil strategiyani o'rgandik, har xil savdo usulini o'rgandik. Hamma qandaydir traderlarga taqlid qilgan holda ularni hayotini, ularni savdo modelini, ularni qiladigan riskini, ular savdo qiladigan propigacha bizni nusxalashtirishga, ya'ni kopiya qilishga, o'sha odamga o'xshab yashamoqchi bo'lishga harakat qilib ko'rdik, lekin baribir bu narsani uddasidan chiqa olmayapmiz va meni shaxsiy fikrim, bu narsani uddasidan chiqishning iloji yo'q. Chunki siz u emassiz yoki mana bu narsa birinchi bo'lib turib, mana o'zimda paydo bo'lgan. Men sizlarga kelinglar o'zimni tarixni gapirib beraman. Oldindan bu narsa mana o'zimda qanaqa bo'ldi? Mana 2021-yildan boshlab Covid vaqtidan keyin qiziqib, savdoga qiziqqanimda birinchi bo'lib turib YouTube ochganimda Covid payti edi, ya'ni ko'chaga chiqa olmasdik. Aslida men studiyalarda uylarga arxitektorlar dizayn qiladi-yu, shunaqa narsani o'rganing, nimadir o'rganing xullas, chunki Covidda ko'chaga chiqish mumkin bo'lmagan. Talabalik paytimda ko'chaga chiqarishmasdi. YouTubedan qanaqadir o'zimga qo'shimcha tilmi, kasbmi nimadir o'rganaman deb turib trading chiqib qolgan paytda birinchi bo'lib turib eng populyarniy bo'lgan narsa bu albatta klassika bo'yicha savdo qilish edi. Ya'ni patronlar savdosi, head and shoulders, голова плечо yoki MW, double top, o'sha double bottom, har xil trend liniyalar. Men именно bitta strategiyani har xil traderlardan o'rganib ko'rganimda ham to'g'risi men muvaffaqiyatli savdo qila olmagandim o'sha paytda va bu narsa ketiga ulanib ketaverdi. Undan keyin mendan Elliott Wave strategiyalari chiqishni boshladi. Undan keyin menda Raja Banks degan trader bo'lardi. Именно o'sha trader har kuni string qilib savdo qilardi va men ham o'shanga o'xshab savdo qilmoqchi bo'lardim. U qilgan ishi birga bir qaytargan taqdirimda ham foydada chiqa olmasdim, lekin u foydada chiqardi. Shunaqa kulli bo'lardi. Bizda dash tahlillarimiz bir xil chiqardi-da u bilan. Lekin baribir u foydada, men foydada chiqa olmagan paytlarim bo'lgan. Undan keyin supply demand, undan keyin Vakif strategiyasi, undan keyin уже Toshkentga qaytib keldim. Bu temalar o'tgandan keyin to'g'riroq уже Vakifni ham Toshkentda o'rgandim. Undan ham daromad qila olmadim. Vakifda ishlaydigan har xil traderlarning communitylarida o'tirib ko'rdim. SMC'da ish boshladim. SMC'da ishlaganimdan keyin ham qarasam juda yaxshi bo'lmayapti. Shu paytlar logistikada ishlab yurardim. Keyin ICT bo'yicha ishlashni boshladim. Michaelning o'zini YouTube'dagi darslarini ko'rishni boshladim va ICT bo'yicha ham IC ni o'rgangandan keyin hammasi menda sirazu zo'r bo'lib ketdi deb o'ylaydi. Obunachilar ham shunaqa fikrda bo'lgan. Lekin shunasam ICT ni o'rgangandan keyin ham men uzoq vaqt ICT bilan daromad qila olmaganman. Tushunmayapman-da nima bo'layotganini, lekin daromadga chiqa olmayapman. O'sha paytda YouTube'da endi har xil traderlarni kuzatardim. Xuddi men sizlarga tayyorlayotgan rolikimni xuddi ingliz tilida edi, faqat YouTube'da ko'rib qolganman. Ya'ni tushuntirardi videoda, siz boshqa odamni kopiya qilishga, boshqa odam qanaqa daromad qilayotgan bo'lsa, siz xuddi shu narsani qilaman deb turib harakat qilyapsiz va shuning uchun ham siz daromad qilmayapsiz degan video chiqqandan keyin fikr o'zgarishi boshlagan. Demak, bu yerda o'zimni qanaqadir shaxsiy modelimni qurishim kerak ekan deb turib, ya'ni birinchi navbatda biza nima xato qilyapmiz deydigan bo'lsak, o'sha traderni hayotidan tortib, strategiyasidan tortib, zalda qanaqa ishlashdan tortib, prop firmada qanaqa agressiv savdo qilyaptimi, agressiv savdo qilmayaptimi, xullas birga bir kopiya qilishga harakat qilamiz deb hamma narsani o'rgandik. Ya'ni shaxsan men hamma narsani o'rgandim, lekin men bitta eng kerakli narsani o'rganmaganimni tushunayotgandim o'shanda. Ya'ni bu narsa o'zim. Men hammani o'rgandim, hammani ishlash uslubini o'rgandim.
o'rgandim, lekin men o'zimni o'rganmadim degan savol tug'ilgandan keyin o'rtoqlar hamma narsa 180 gradusga menda o'zgarib ketdi. Srazu daromadga chiqib ketdim emas, mantiq paydo bo'ldi. Ya'ni mantiqiy savollar o'zimga berishni boshlaganimdan keyin mana imенно shu bitta savol, men o'zi kimman degan savolni o'zimga berishni boshlaganimdan keyin sekin-sekin o'sha mana videolar ko'rib, ya'ni biz kontentni yeyverish deydi-yu, hamma narsani yeyverib musor qilib olgandan keyin to'xtab, o'zim qanaqa odamman? Men skalpermanmi yoki men uzoq muddatga ishlamoqchimanmi? Agressiv ishlash qo'limdan keladimi? Zo'r risk qilish qo'limdan keladimi? Menga qisqa muddatda ishlashim kerakmi? Kun davomida ishlashim kerakmi yoki uzoq muddatda ishlashim kerakmi degan savollarni o'zim qo'yganimdan keyin o'zimni oldimga sekin-sekin savdo qilishni boshladim. Ishonasan, daromadga chiqqan paytimda men shu narsani tushunib yetdim. Mana ICT bilan savdo qilayotgan paytimda shunaqa paytlar bo'lardi, bu narsa trendliniga ham to'g'ri kelayotgan ekan yoki Vaykifi mamlaqa joyiga to'g'ri kelayotgan ekan deb turib savdoga kirgan paytlarim bo'lgan. Savdodan chiqish bo'yicha masalan savdoga kirish ICT bilan kiryapman-da o'sha paytda, lekin savdodan chiqishda take profit qo'yadigan joylarimda SMC ni ham o'rganganman-ku. Masalan, taxminiy aytyapman, ya'ni strategiyalarni aralashtirib, o'tdan butdan olib turib qarabsizki, qanaqadir boshqacharoq ishlashni boshladim va shu narsani men shaxsiy model desam bo'ladi. Biz shaxsiy model deganda biz noto'g'ri tushunib qolishimiz kerak emas. Bu meni shaxsiy strategiyam, bozorda bu narsani mendan boshqa hech kim bilmaydi, men buni yaratganman degan nom ostida biz juda ko'p ko'rdik roliklarni, videolarni. Men aytayotgan narsa u narsa emas. Nabarot, ochiq dostupdagi hamma biladigan, hamma berib kelayotgan ma'lumotlardan to'plab turib, qaysi narsa sizni rus tilida aytganda temperament deydi, ya'ni o'zbek tilida aytganda sizni tabiatingizga nima mos keladi. O'shandan kelib chiqib model qilishni boshlaganimdan keyin minuslarim kamayishni boshlagan. Srazu foydaga chiqib ketish degan narsa, u narsa haqida o'ylash kerak emas. Shu narsani qildim, srazu foydaga chiqib ketdim degan rolik emas bu do'stlar. Sekin-sekin rivojlanish haqida gap ketyapti. Men to'g'risini aytsam, o'rganishdan to'xtaganim yo'q. Yana har xil narsalarni o'rganishni boshladim va shunasizlar, mana hozirgi kunda ham o'rganish jarayonidamiz. Ya'ni Chermane degan trader yoki Invis, undan oldin Blessed, har xil traderlarni o'zim kuzatib, kanalda bolalar bilan bo'lishib kelaman. Undan nimadir, bundan nimadir olaman. Masalan, Blessed kanalda o'tirganda shunasizlar, texnik tomondan hech qanaqa o'zimda rivojlanish ko'rmagandim. Lekin u bola o'zini imkoniyatini kutib bilish, ya'ni bugun skip qilish kerak, bo'ldi skip qilish kerak. Modeling bermayaptimi? Bo'ldi, u model bo'yicha ishlama degan narsani masalan o'sha boladan o'rgandim. Shunaqa qilib, undan bundan o'rganib, oxirida o'zingizni tabiatingizga mos keladigan modelni yaratganingizdan keyin o'sish bo'ladi. Men ham shu narsani o'sishni o'shanda ko'rganman. Hech o'ylab ko'rganmisizlar, nimaga ma'lum bir traderlar, bitta mentor deylik, haqiqatan o'zi daromad qilayotgan, yaxshi ishlab kelayotgan mentorni kursida o'qidi. Lekin masalan o'sha 40 ta bola deydigan bo'lsak yoki 30 tadan farqi yo'q. O'sha bolalarni necha foizda daromadga chiqadi? Va savol nega? Yokida siz qaysidir traderni kursini sotib olgan paytingiz, bu videoni ko'rayotganlarning juda ko'pchiligi baribir trading kurslarini sotib olishi va sizni kursdoshlaringiz, siz bilan birga o'qigan bolalar, ularni necha foiz daromadga chiqdi yoki siz daromadga chiqa oldingizmi, yo'qmi? Nimaga mentor hammaga bir xil dars o'tadi, lekin daromadga asosan ko'pchilik chiqa olmaydi? Signal kanal oladigan bo'lsak yoki o'zimiz ham mana Discordda jonli savdo qilamiz. Signal kanalda, jonli savdoda hammada bir xil signal deylik yoki hammada bir xil yo'nalish, hammamiz bir xil tomonga savdo qilmoqchimiz deylik, jamoaviy. Lekin shunda ham kimdir funded bo'ladi, kimdir funded bo'la olmaydi yoki kimdir payout qiladi, kimdir payout qila olmaydi. Nimaga? Chunki bu yerda ham xuddi shunaqa muammo ketyapti. Kursda o'qiyapsizda, siz mentorni kopiya qilishga harakat qilyapsiz. Albatta kimdadir o'xshaydi, kimdadir o'xshamaydi. Nimaga kimdadir o'xshaydi deb o'ylayman? Bu meni shaxsiy fikrim. O'sha mentorning tabiati, ya'ni temperamenti qaysidir studentlarga mos kelishi mumkin. Bo'lishi mumkin deylik, Nasdaqda agressiv ishlaydigan traderni kursida o'qiyapsiz. U sizga agressiv entry qilishni o'rgatyapti va qisqa muddat ichida day trading qilib sizga daromad qilish yo'llarini o'rgatyapti. Lekin siz tabiatdan riskka moyil bo'lmagan, agressiv ishlamaydigan, qisqa vaqt ichida ishlashni miyangiz qizib ketadi deydi-ku. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan siz u mentorni strategiyasidan foydalanib yoki modelidan foydalanib bozorda daromad qila olmaysiz, chunki siz u emassiz. U sizga mos kelmaydi, u berayotgan narsa. Lekin sizni guruhingizda 30-40 ta odamdan xuddi o'sha mentorning tabiatiga sal yaqinroq tabiati bo'lgan insonlar to'plangan bo'lsa, katta ehtimol bilan ular bu narsadan naf oladi. Ko'pchilik bu ishlashni bilmas ekan, buni kursida o'qidim 1 tiyin, buni kursida o'qidim 1 tiyin deymiz, lekin suvdan o'zimizni quruq chiqamiz. Men o'rgana olmadim, mana kursdoshim o'qidi, bu bola daromad qilyapti-ku demaymiz. Ya'ni o'zimiz bilan rostgo'y bo'lmaymiz. Shunaqa paytda prosta bizga o'xshamadimi, bo'ldi. U mashenik ekan, yo u ekan, bu ekan, faqat shunga borib taqaladi. Bu yerda kimnidir yondan olmoqchi emasman yoki haqiqatdan ham pulga o'qitaman deb turib qanaqadir fuflo narsalarni tiqoradiganlar ham ko'p. Gap u haqida emas. Prosta aytmoqchi bo'layotganim, bizda muammo biz ko'pincha kimnidir kopiya qilmoqchiligimizda. O'zim shuncha bola tayyorlagan bo'lsam, uzoqga
bormayman. Sizlar taniydigan bolalarni olamiz. Murod aka, Saidxon va Muso akani olamiz. Men ularni stabil daromadga chiqqan bozordan juda millionlab pul qilib tashlamagan desam, bozorda o'zini o'rniga ega bo'lgan. Har xil prop firmalardan 30 ming, 40 ming dollardan oshiq payoutlar. Hozirgi kunda mana o'zingizlar kuzatib boryapsizlar, yaxshi entrylar bolalar har oy katta millionlar bo'lmasa ham plyusda daromadda yaxshi ketishyapti. Mana shu bolalarning misolida qolgan meni shogirdlarimdan bularni nima qildiki, bular daromadda. Chunki men o'zim ham shunaqa shogirdlarim bor. Haligacha mana biz gaplashib turamiz. Shayxoz aka, men bitta qiynalyapman, propdan o'ta olmayapman. Ya'ni men o'zim shogird chiqarganimdan keyin ham hamma daromadga chiqib ketmagan, lekin kimdirlar daromadga chiqib ketgan. Shu narsani o'zim uchun filtr qilib, nimaga bular mana, nimaga Muso aka daromadga chiqdi, nimaga bu 200 mingdan oshiq, 300 mingdan oshiq payout qildi-da, nimaga bunisi unaqa qila olmayapti degan savolni o'zimga berganimda shunaqa narsa bo'ldiki, hozirgi kunda mana Murod akam bilan bitta ofisda ishlayapmiz. Lekin ishonasizlarmi, ikkalamizni почти juda bir-birimizga yaqin model bilan ishlaymiz-da. Kimdir bay ko'radi, kimdir short ko'radi. Yoki shunaqa paytlar bo'ladi, ikkalamiz ham bay ko'ramiz-da, lekin kimdir baribir kunni foyda bilan yopmaydi. O'sha payt bir-birimizga aytamiz-da, ikkalamiz ham PDXgacha bay olmoqchi edik Murod aka. Qanaqa turib siz foydadasiz, men foydada emasman. Yoki men foydada emas, siz qanaqa qilib ola olmay qoldingiz bu narsani deyman. Nimaga? Chunki har xil savdo qilamiz. Lekin men ularga bir xil narsa o'tganman. Bular mendan ICT ni bazasini oldi va o'sha bazadan o'ziga kerakli joylarini olgan holda o'ziga savdo modeli yasash orqali o'sha bozorda daromad qilyapti. Ya'ni ular ikkinchi Shehroz bo'lishga emas, birinchi Muso bo'lishga harakat qilgan. Asobinda mana Muso ekan. O'zi eng ko'p daromad qilgan shogirdlarimdan Muso akam hisoblanadi va men bergan narsalarni teskari ishlatayotgan odam ham Muso akam hisoblanadi. Nimaga? Chunki Muso akam kanaliga kirganlar bo'lsa, agar bilsanglar kerak, biza ma'lum bir buy site aniqlab turib, o'sha buy sitegacha ham kelinglar, hujum qilib olamiz deydigan bo'lsa, Muso akam, ya'ni biza buy kirganimizda Muso akam doim sellda o'tirgan bo'ladi. O'sha buy sitedan yo'q, men buy sitegacha buy olmayman, buy sitega chirgandan keyin sell kiraman turib. Lekin men ularga dars davomida ko'proq aka, iloji bo'lsa likvidnesslarni aniqlab, o'sha likvidnesslarga hujum qiling deganman. Lekin ular meni aytganimni qilmadilar-da, juda ham yaxshi natijalar ko'rsatyaptilar. Nimaga? Chunki men berayotgan narsalar o'zlari bilan ko'p gaplashganimni ham aytadilar. Men sen aytgandek qilib ko'rganman. Juda ko'p prop firmalardan o'ta olmadim. Shu payt tushunib yetdim. Buni sal o'zgartiraman, chunki menga mos kelmayapti. Men bunday qilsam, masalan, buy sitedan reaksiya oladi. Men aytardim, buy sitedan reaksiya olishi mumkin, lekin u dars tepaga ketib qolishi ham mumkin deb dars davomida o'rgatganimda aytdilar. Ozgina reaksiya oladigan bo'lsa, birga ikki ishlab olaman deb turib, men ularga bunaqa savdo modelini o'rgatmagandim demoqchiman. Ya'ni men ba'zan olib turib, o'zini tabiatiga mos keladigan qolipga tushira olgan odam demoqchiman. Ya'ni mana men bu stulchikni misol beradigan bo'lsak, hozir men o'tirgan stulimni, bu marketda ham stullar hammani o'zini o'rni, bo'sh o'rinlar mavjud deydigan bo'lsak, har bitta odamga bitta o'rindan to'g'ri keladi. Siz hech qachon men o'tirgan o'ringa o'tira olmaysiz demoqchi emasman. Chunki siz bilan biz ikki xil odamlarmiz. Siz men zo'r traderman, siz meni darajamga balo battar gap u haqida ketmayapti. Shunchaki siz mendan ancha zo'r trader bo'lib ketishingiz mumkin. Siz men o'tirgan stulga o'tirmoqchi bo'lishingizda. Endi siz va men bu yerda majoziy, ya'ni misol tariqasida kelyapti. Biza shu paytgacha boshida o'zimni ham qilgan xatoim, bekorga o'zimni tariximni, o'zimni istoriyamni aytishdan boshlamadim bu videoni. Chunki o'zimni ham eng katta qilgan xatoim, butun dunyoni o'rgandim, hamma narsani o'rgandim, o'zimni o'rganman. Va o'sha payti o'ylab qoldim, keyin to'xta, birinchi o'zimni o'rganishdan boshlay, keyin balki shunda sal yaxshilanar deganimdan keyin haqiqatan ham yaxshilandim. O'zini o'rganish deganda nima nazarda tutiladi? Albatta, savdo modelini tanlash, savdoni uzunligini, ya'ni siz uzoq muddatli savdo qilmoqchimisiz, kun ichida savdo qilmoqchimisiz yoki scalping qilmoqchimisiz, sizga qaysi biri yoqadi? O'sha siz muxlis bo'lib kuzatayotgan trederingiz qaysi usulda savdo qiladi, bu ma'lumot sizga hech qanaqasiga yordam bermaydi. Ya'ni afsuski sizga scalping yoqadi, bo'ldi, siz scalpingda ishlaysiz degani emas. Chunki sizning tabiatingiz bu narsaga mos kelmasligi mumkin. Siz ko'proq o'zingizga nima mos keladi? Tashqaridan boshqacha ko'rinishi mumkin, lekin men o'zim kerakli vaqtda katta risk qila olmaydigan traderman va bu meni eng katta dilemam. Shunaqangi momentlar bo'ladi, bitta yaxshi risk qilib, yaxshi olib chiqib ketadigan joylari bo'ladi. Yo'q, lekin men shu yerda ham o'zimni birga yurganda BUga olib 30% ni yopib, birga yurganda save qilmasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Tepada weekly imbalans turibdi deb va ofisda mana beystekar Murod akam ushab turib zilkin deydi. Yo'q deyman, bolalar kerak emas menga. Men o'zim mana ishda chiqib ketaman, shu yerda o'zimni juda ham komfortni his qilaman. Ya'ni mana shunaqa holatda sovuqqon bo'lib o'tira olmayman savdoda. Qolganlarning gapiga kirib, "Davay, ushimiz" bo'lib qoladigan paytlar bo'ladi-da. Men targetimdan o'tib ketgandan keyin men o'sha his qilaman, ichimda trigger uyg'onishi boshlaydi. Shu sovuqqonlik yo'qoladi. Ya'ni Shehroz nima bo'lar ekan, hozir qaytib ketsa nima bo'ladi? Mana shu hayda yopsam bo'lar ekan. Ya'ni o'sha sezyapsizlar, men o'zimni savdoda komfortni his qilmayapman. Chunki bu o'sha menga mos kelmayapti. Ya'ni menga u target juda uzoqlik qilyapti.
bo'lyapti. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bu tabiat. Siz bu narsani o'zgartiraman deguningizgacha sochingiz oqaradi. Undan ko'ra shu tabiatga moslashing. Ya'ni shunga siz savdo usulingizni moslashtirsangiz, sizda nisbatan shu muvaffaqiyatliroq savdolaringiz ko'proq bo'ladi deb o'ylayman. Yana bitta misolda, mana hammamiz taniymiz-ku, mana o'sha Ronaldo, Cristiano Ronaldo agar futbolga borganida, bu meni shaxsiy fikrim va u darvozabon bo'laman, ya'ni varatar bo'laman deb borganida, u Ronaldo bo'lmagan bo'lardi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki u tabiatdan hujumchi bo'lishga, tez yugurishga, baland sakrashga, ya'ni hujum qilishga, gol urishga moyilligi ko'proq-da. Endi u Ronaldo bo'lgani uchun aytayapman, to'g'ri bu narsani. Bu misolda bitta misol. Bu marketda eng kuchli trader kim? Men shaxsiy fikrim bo'yicha bu fundamental yoki texnik yoki bir qanaqadir zo'r indikator ishlatishni bilgan, hamma strategiyalarni bilgan, har xil tilni bilgan, har xil shu platformalarda, har xil brokerlarda, har xil juda ko'p ma'lumotga ega bo'lgan trader emas. Lekin afsuski ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Men qancha aqlli bo'lsam, shuncha pul qilishim oson bo'ladi bu sohada deb o'ylaydi. Albatta bu yuqorida sanab o'tilgan narsalar kerak emas. Lekin siz o'zingizni tanimaguningizgacha shunchaki men vaqtingiz o'tib ketadi deb o'ylayman. O'rtoqlar, bu meni shaxsiy subyektiv fikrim va bu videodan keyin albatta hamma shu videoni ko'rgan odamning savdosi zo'r bo'lib ketmasligi mumkin. Zo'r bo'lib ketadi demoqchi emasman, lekin shaxsan meni istoriyamda mana shu narsa juda ham katta burilish yasagandi. Chunki men ham hamma kabi albatta men Lamboda yurar ekan, men bunaqa qilar ekan, mencha pul ishlabdi deb turib shu traderga havas qilib, men ham shunaqa bo'lay deb uni hayot turmush tarzini, ishlash uslubini kopiya qilib, menda ham o'tgan bu narsalar. Hozirgi kunda ham gap yo'q, havas qilib kuzatadigan traderlarim juda ham ko'p, lekin men tushunib yetganman. Birinchi navbatda biz o'zimizni tanishimiz kerak, o'zimizdan kelib chiqib savdo modelini baribir yaratishimizga to'g'ri keladi. Savdo modelini yaratish deganda bu yuqorida aytganimdek, siz qanaqadir g'ayrioddiy narsalarni o'rganib, bilib, bozorni bektes qilib, yangicha narsa qilishingiz shart emas. Shunchaki birinchi navbatda deylik, swingmi, day trade'mi yoki o'sha scalpingmi, o'zingiz tabiatingizdan kelib chiqib, agar siz sabrsizroq odam bo'ladigan bo'lsangiz, masalan, swing trade o'xshamaydi, siz har 5 minutda telefon tekshiradigan odam bo'ladigan bo'lsangiz, zelkani baribir yopib olishingizga olib keladi. O'zimda shunaqa bo'lgan va men o'zim swingchi emasman masalan. Yoki scalping qilayotganda bir xil aytadi, masalan, voy M1da juda asab ko'tarmaydi deydigan odamlar bo'ladi. Yo'q, unaqa odamlarga scalping qilish maslahat berilmaydi. Unaqa insonlar swing trade bilan shug'ullansa bo'ladi. Albatta, keyin paralarga ham bu narsa ko'proq bog'liq. Masalan, Nasdaq yoki tillarda deganlar, bu juda ham agressiv paralar hisoblanadi. Agar siz agressivlikni yenga olmasangiz, siz Euro USD, yoki BB USD valyutalarda bo'lib spokойныйroq instrumentlarda savdo qilganingiz yaxshi. Deylik, o'sha sessiyalar ham. Siz qaysi sessiyaga vaqt ajrata olasiz? Qaysi sessiya, masalan, bo'lishi mumkin, hamma ham full time trading qilmaydi, kimnidir ishi bor. Sizning ishingiz New Yorkda savdo qilishga yo'l qo'ymayaptimi? Bo'ldi. Siz Londonda savdo qilishingiz kerak. O'zingizni majburlab New Yorkda savdo qilgandan ko'ra Londonda savdo qilib ham kerakli instrument tanlashni bilsangiz, yaxshi daromad qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Londonda ham yaxshi harakatlar bo'ladi o'rtoqlar. Xulosa o'rnida endi bizni demak boshqa traderlardan o'rganmasligimiz kerakmi yoki kurs sotib olmasligimiz kerakmi deb savol berishingiz mumkin. O'rtoqlar, u kurs sotib olmaslik kerak deyilmayapti bu yerda. Xohlagancha men o'zim ham shu kungacha hali-haligacha masalan Discordlarda, boshqa bir traderlarning Discordlarida o'tirib kelaman, yangilik chiqsa o'rganaman, izlanaman, qani nima ekan, savdo modelimga qo'shsam bo'ladimi yo qo'shmasligim kerakmi? Albatta, kundan kunga yangilik narsalar chiqib boryapti. Men o'zim ham shaxsan bu narsani o'rganib boryapman. Mana misol tariqasida bitta narsani aytaman, o'rtoqlar, o'tgan yili o'zim uchun bitta yaxshi narsani, bitta yaxshi odatni shakllantirdim. Menda bitta muammo bor. Savdoda yo'nalish topish, savdoga kirish bo'yicha to'g'risi menda unaqa muammolar bo'lmayotgandi, lekin savdodan chiqish bo'yicha juda ham katta muammo bo'lardi menda, ya'ni nafs. Savdo foydada yana yursin, yopaman bilan juda ko'p bezubitga olardim. To'g'risi to'p olmasdim, lekin juda ko'p shu foydani qo'ldan chiqarib olardim. Ma'lum bir communitylarga kirganimdan keyin shu narsani ko'rdim, qarasam bolalar ishlayapti. Juda ham qiziq bo'lgan paytlarda, masalan, deylik hozir futures ishlaymiz, 10 ta kontrakt ochdi, qaytib ketishi mumkin bo'lgan joyga endi ikkitasini yopib yuboryapti. O'sha ikkita yopib yuborgani juda katta summa bo'lmayapti masalan. Ya'ni save qilish haqida gap ketyapti-da. Ozgina narsani yechib olish haqida gap ketyapti. Men u narsani oldin ham bilmasdim, oldin ham bilardim, lekin imенно kimdir sababchi bo'lyapti-da bu narsaga. Shu narsani o'zimga ishlatishni boshlaganimdan keyin ancha ko'proq mana foydalarni qo'ldan chiqarib olmaslikka, bezubitga olganda ham, hachabi narx tepaga yurgan paytda shu savdoda 0.5% 1% profitlarni o'zim bilan ushlab qolishni o'zimga odat qildim. Siz bilmaydigan narsani o'rganishingiz ham shart emas. Shu o'zingiz biladigan narsalar bo'ladi. Mana masalan o'sha save qilishni ham men bilmaganman. 1 yil oldin, 2 yil oldin bilganman, lekin u narsani qilmaganman. Discord community bo'lgan, Discord community kirganimda, savdosini ko'rayotgan paytimda juda ko'p kerakli joylarga chiqqanda save qilishni
qilishini ko'rib, shu narsani o'zimda qilishim kerak ekan deb tushunib yetib, o'zimga bu narsani, lekin shunda ham qanaqa nechta foizini save qilyapti, o'shanda ham men o'sha ular bilan bir xil foizini save qilmadim demoqchiman. Ya'ni to'g'risini aytsam, ulardan sal kamroq save qilardim, chunki xuddi ular ozgina yursa 50% ni yopib olardi va bu narsa menga to'g'ri kelmasdi. Bu narsani bir marta qildim, ikki marta qildim. 50 ni yopib olganimdan keyin savdo yana tepaga yurib ketgandan keyin qarasam, o'sha yana boyaga yetganimda sovuqqonlik yo'qolyapti, o'sha yoqmayapti, hissiyotlar uyg'onishni boshlayapti va bu narsa o'sha oxirini bilasizlar, nimaga aylanib ketishini. O'shaning uchun, ya'ni qanchasini save qilsam, menga bu narsa komfortli bo'ladi. Men sovuqqonlikni yo'qotmayman birinchi navbatda, azartga berilib ketmayman degan narsani o'ylab turib, men menchasini muhim emas-da, bu yerda hozir men necha foizini save qilayotganimiz sizlarga yetishib, u narsa muhim emas. Muhimi sizga nima to'g'ri kelishida. O'shaning uchun men aytgan bo'lardim, birinchi navbatda o'zimizni tanishimizni kerak deb. Albatta, bu endi ko'rsatuv ichimdagi gaplar, men o'ylab yurgan narsalar, buni hammasiga sizni qo'shilmasligi albatta haqqingiz bor. Bu narsa sizga to'g'ri kelmaslik ehtimoli ham o'zi aslida juda yuqori. Ya'ni, yo bu noto'g'ri aytyapsan, unaqa bo'lishi kerak emas deyishingiz ham mumkin. Men shunchaki o'zim uchun nima ishladim, o'zim shu kungacha nima anaqa instrumentlarni ishlatdimki, sal bo'lsa ham tradingni o'nglab olishga, shu narsa bilan sizlar bilan bo'lishkim keldi. Sizlarni menga qiziq bo'lgan narsa, sizlarda bu jarayon qanaqa bo'lyapti? Обязательно o'zingizlarni qisqa tarixinglarni, istoriyalarni kommentariyada bo'lishib qoldirsanglar, uni boshqalar ham o'qiydiganlar ham qanaqadir undan manfaat olishi mumkin. Albatta, men o'zimga ham qiziq, qolganlarda bu yo'l qanaqa ketyapti, shunga qarab yo'nalishda yana mavzularda meni fikrim sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa aytsanglar, o'sha mavzularga ham ko'rsatuvlar tayyorlashga обязательно harakat qilaman. Endi qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lsa rozi bo'lasizlar. Birinchi marta o'zim ham narsalarni tayyorlab bunday video olishim. Yagona motivatsiyamiz bizani obuna, like, komment, ma'lum bir shunaqa yo'nalishdagi qiziqadigan do'stinglarga videolarni jo'natib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Qimmatli vaqtinglarni ayamaganinglar uchun rahmat. Hammaga omad. Salomat bo'ling.